Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush kelibsizlar do'stlar bugungi suhbatimizga. Bugungi mavzu hoyu havasni jilolash deb qo'ydik. Nafsni jilolash deb aytish mumkin edi aslida. Egoni jilolash deyish mumkin edi. Ya'ni istagancha buni bizni doimiy ravishda qulog'imizga chalingan bir ohangga olib kelish mumkin edi. Lekin biz atay uni boshqa tomondan pand nasihatlarsiz bo'lishini istadik. Masalan, biz hammamiz oldimizga bir maqsad qo'yamiz va u maqsadlarga erishish, hayotda deylik muvaffaqiyatli bo'lishimiz, bularning hammasi bizni qanchalik xulq-atvorimizni nazorat qilishimizga bog'liq. Bu hoyu havas nima desangiz, buni eng tushunarli javobi mayllar va beixtiyor paydo bo'ladigan istaklardir. Bu yerda ikkita tagini chizish kerak bo'lgan. Bittasi mayl, ikkinchisi beixtiyor. Ya'ni hoyu havas bizni ixtiyorimizdan tashqari bizga taklif qilinadigan narsalardir. Buni nega unday deganimni bugun sizga ochiqlab beraman. Ya'ni suhbatimizda uni ta'rifini o'rganamiz, hoyu havasning ta'rifini, bizni hayotimizdagi ta'sirini gaplashamiz. Muammo sifatida qanday namoyon bo'lishiga to'xtalamiz. Oqibatlarini, ya'ni psixologik, nevrologik, ijtimoiy jihatdan uni tahlillarini ko'rib chiqishga harakat qilamiz va uni jilovlash masalasi. Bir strategiya bormi, qanaqadir yoki bilmadim, samarali usullar bormi? Real misollar keltirishimiz mumkinmi? Bularni ko'rib chiqamiz. Har qanday istak, ya'ni insondagi har qanday istak odatda zavq olish uchun va yoki noxush deylik, yoqimsiz bir tuyg'uni yo'qotish uchundir. Ya'ni har qanday istakni o'zagida ikkita narsa turadi. Yo zavq olmoqchimiz, yo noxush bir narsadan qutulmoqchimiz. Buni ham tagini chizib qo'yamiz. Yo zavq yoki noxushlikdan qutulish. U nimani manbai dedik? U zavqni manbai dedik. U nima beradi bizga? Hayotimizda rang-baranglikni qo'shishimizga yordam beradi. O'sha zavq olish istagi ustun kelgani tufayli biz yangi narsalarni o'rganamiz. Siz shuning uchun bu yerda borsiz. Biror bir maqsad sari intiltiradigan narsa ham o'sha hoyu havas bo'ladi. Muammo nimada? Desangiz, muammo shu. Bir me'yor bor. Har qanday istak, mayl me'yordan oshganda yoki nazoratdan chiqqanda, chegarani buzganda u muammoga aylanadi. Bizni qo'rqitadigan va o'ylashga majbur qiladigan tarafi shu. Yana diqqat qilishingiz kerak bo'lgan narsa, qisqa muddatli bir lazzat istagi, diqqat qiling, qisqa muddatli lazzatlanish istagi uzoq muddatli maqsadlarga zid kelsa, nima paydo bo'ladi insonda? Qisqa muddatli lazzat istagi uzoq muddatli maqsadlarga zid kelganda bizda vasvasa paydo bo'ladi. Bu vasvasa nega paydo bo'ldi? Xatarli bir xohish paydo bo'lgani uchun. Boshqacha qilib qanday aytishimiz mumkin? Boshqacha shunday aytamiz. Hoyu havasni zararli tomoni nima? Shu. Bizni ongimizdagi uzoq muddatli rejalar bilan to'qnash kelganda muammo chiqadi. Uzoq muddatli rejamizga ziyon berishi mumkin. Qarshi chiqishi mumkin. Yo'lni uzaytirishi mumkin. Bizni to'xtatishi mumkin. Bo'lgan narsalarni biz ich-ichimizdan his qilib turganimizda, qachonki hoyu havas buni bizga tiqishtirib turganda, biz o'zimizni undan tiyishga qiynalib turganimizda va ayni paytda uni bizga asosiy yo'ldan chalg'ituvchi bir narsa ekanligini bilib turganimizda bizda nima paydo bo'ldi? Vasvasa paydo bo'ldi. Bir katta maqsadlari bor inson uchun, oldiga bir katta bir rejalar qo'ygan inson uchun hoyu havasni jilovlash bu nima degani? Qisqa muddatli yoqimli natijadan voz kechib, uzoq muddatli manfaatni tanlash degan. Mana shu kurashni gaplashyapmiz. Shu kurash borligi uchun
bu yerda bizdan talab qilinadigan narsalar bor. Bu kurash nima ekan? Yana qaytaramiz, qisqa muddatli yoqimli narsalardan voz kechamiz. Nima uchun? Uzoq muddatli manfaatni ko'zda tutganimiz uchun. Qanday nuqtalarda muammo sifatida bu havas o'zini namoyon etadi? Bir nechta nuqtalarni eslashimiz mumkin. Shoshma-shosharlik va o'ylamasdan bir ish qilishimiz mumkin. Diqqatni chalg'itishda ularni o'rni bo'ladi. Sog'ligimizga zarar beradigan ishlarni qildirishi mumkin u bizga. Yoki bilmadim, ijtimoiy masalalarda, huquqiy masalalarda biz yoqtirmaydigan oqibatlarga, noxush bir oqibatlarga sabab bo'lishi mumkin. Jinoyatning nazariyasi deymizmi yoki jinoyatning umumiy nazariyasi deymizmi? Shunday bir kitob bor. U kitobda shunday taxminan shunday bir nima, o'zini nazorat qilishni deydi. Ya'ni o'zini nazorat qilishi past bo'lgan shaxslar tajovuzkor bo'ladi deydi. O'zini nazorat qilishi past bo'lgan odamlar deydi, o'ylamasdan ish qiladi deydi. Tavakkal ish qilishi ham mumkin. U bizni nazdimizdagi tavakkul emas bu. Bu boshqa tavakkal. Nima bo'lsa bo'lsin deb qilish bor. Bizni uzoq muddatli maqsadimizdan chalg'itadigan narsani ham nima bo'lsa bo'lsin deb qilish haqida gap ketyapti. Qisqa istiqbolni ko'radi, faqat uzog'ini ko'ra olmaydi. Va ular boshqalarni manfaatini inobatga olmaydi unaqa odamlar. Va juda noxush holatlarni ichida yashaydi. Deyarli shunday. Munosabatlari buzilgan, sog'ligi yomonlashgan, moliyaviy holat yaxshi emas, ishda omadsizlik, bilmadim, huquqiy muammolar, bularni barchasi bunday qarasa unchalik zararli emas-ku, hayotni bir normal oqishiyu deyishimiz mumkin. Bu qanday paydo bo'ladi desak, o'sha bezarar ko'ringan nima bu? Mayli deb bezarargina va yoqimtoygina xush yoqadigan ko'ringan istaklarni nazoratsiz qoldirish natijasidir. Nazoratsiz qoldirish. Bu nima degani? Befarq bo'lish degani. Nimaga befarq? O'zimga befarq. Nimaga befarq? Hayotimga befarq. Yana nimaga befarq? Uzoq muddatli erishmoqchi bo'lganim istagimga nisbatan o'zimda befarqlik. Yo'lda yurdingiz, orqaga qaytdingiz, maqsadsiz. Shu yo'lni yana qaytib yurishingizni bilasiz, lekin ozginaga bo'lsa ham hech narsa qilmaydi, baribir yuraman-ku kabi bir munosabat. Buni bir psixologik tahlil qilganlar bu haqida nima degan yoki psixologlar o'ylab ko'rganmi bu haqida? Bir-biriga qarama-qarshi ikkita tizim borligini aytadi psixologlar. Buni bittasini issiq tizim deydi, ikkinchisini sovuq tizim deydi. Cool deydi, ha? Issiq tizim bu nima degani? Bu shu. Hissiyotlar va tezkor o'ylamay javob qaytaradigan bir mexanizm bor biz ichimizda. Miyamizni hissiy markaziga tayanadi u va masalan bolalarda tug'ilgandan boshlab biz hammamizda o'sha qism, issiq qism faol juda ham. Bu qachon kuchayadi? Stress paytida, boshqaruv qo'limizdan ketgan paytda, muammolarga duch kelgan paytda issiq tizim ishlaydi bizda. Sovuq tizim qachon ishlaydi? Ongli, mantiqiy, sekin ishlovchi bir mexanizmdir sovuq. Boyagi peshonada joylashgan deydi. Miyani frontal qismi, oldingi qismi deydi. Peshonada. Bu yerda shakllanadi u sovuq qism. U nima qiladi? Uni ishi nima? U murakkab tahlillar qila oladi. Rejalashtirmasdan ish qilmaydi. Rejalashtirish jarayoniga javobgardir u. Stress bo'lganda u zaiflashadi. Buni yana oddiy qilib aytadigan bo'lsak, issiq tizim faol bo'lsa, tashqi rag'bat, vasvasa, bilmadim, shunga o'xshagan omillar bizni boshqaradi. Issiq tizim faol bo'lganda, sovuq tizim faol bo'lganda biz o'zimiz ichimizdagi stimullarni boshqarayotgan bo'lamiz yoki unday qobiliyatga ega bo'layotgan bo'lamiz. Havasni
ruhshunoslarda ta'bir bilan aytganda xohi havasni jilovlash jarayoni irodani kuchi yoki bilmadim o'zini boshqarish bu tushunchalarni qamraydi, u bilan chambarchas bog'liq. İroda nimaga qiyoslanadi desak, iroda mushaklarga qiyoslanadi. Buni boshqacha ta'riflash ham mumkinmi? Mumkindir, lekin eng yaxshi ta'rif bu shu. Iroda mushakka o'xshaydi. Nega? Uzoq vaqt ishlatsa holdan toyadi. Inson irodasi uzoq vaqt ishlatilsa holdan toyadi. Holdan toymasligi uchun doimiy uni nima qilib turish kerak? Mashq qildirib turish kerak. Yana qaytamiz, bu juda qiziq qismi, irodani charchashi va uni qanday charchatamiz biz, qanday qilib bilmadim. Olimlar nima deydi buni? Egoni tugashi deydi, tugatish deydi. Egoni tugatish deydi yoki egoni charchatish degan bir nazariya bor. Ya'ni shunday vaqt bo'ladi, ishlab turgan iroda ishlamay qoladi o'zidan o'zi. Nimaga ishlamay qoladi? Chunki kuchi tugaydi. Ya'ni aytganimdek, bu juda qiziqarli masala. Bunga hali yana suhbatimiz davomida vaqtimiz nima bo'lganda qaytamiz. Miyaning peshona qismi dedik. Bu nima? Bizni o'sha impulslarni o'sha jilovlash, boyagi kelajakni rejalashtirish, mantiqiy fikrlashga mas'ul dedik. Ko'proq boyagi sajdaga tegib tursa u yana ham yaxshiroq ishlaydi. Qaysi ma'noda ishlaydi? Bu yerda men eng yaxshi ko'rgan bir nimam bor, bayt bor. Kom vaqti tarki dunyo aylagan 70 murodga deydi. Kom vaqti degani bir narsani qattiq istashda vaqti. Bir narsani qattiq istayapsiz. Havaslisiz juda ham. Bu vaqt, bunday holat Navoiyning ta'biri bilan kom vaqti. Tarki dunyo aylagan 70 murodga. Shuni istab turgan narsasini tark etgan odam, u istagidan voz kechgan odam 70 murodiga, agarki baytni davomida, agarki unday qilmasa, men hozir so'zma-so'z ma'nosini aytayapman, bayt esimda yo'q. Agar bunday qilmasa, o'zini xor va nopok aylamish deydi. Ya'ni istab turgan narsasidan o'zini chetga ola olmagan, uni tark etmagan odam o'zini xor va nopok aylamish deydi. Ya'ni bir muammoga duchor qilgan deydi. Bu endi lirik qismi bo'ldi. Limbik tizimi deyiladi menimcha, buni mediklar yaxshi biladi. O'sha miyaning limbik tizimi deydi. Bu o'sha hissiyotlar yoki bilmadim, avvalgi suhbatlarimizda ham esladik, mukofotlanish tizimi, mukofotlash tizimi bularni boshqaradi. Signali qanday? Istayman deydi. Istayman yoki bilmadim, istamayman, xohlamayman. Men buyuk yalqov bo'lib yetishaman. Multfilm bor-ku. Men buyuk yalqov bo'lib yetishaman degan. Istayman. Ya'ni zavqli narsalarga intiladi va yoqimsiz holatlardan qochishga undaydi bizni. Yoqimsiz holat deganda bizdan kuch talab qiladigan narsalarni nazarda tutyapmiz. Xavfli bo'lsa ham u istayotgan narsa bizga hayajon berish kerak. Xavfli bo'lsa ham hayajon bag'ishlash kerak. Unga chorlaydi bizni. Bu ikkita, ya'ni sovuq va issiq dedik, doimiy kurashda bo'ladi. Xohi havasni jilovlash bu miyadagi hissiy istak bilan mantiqiy nazorat tizimlarini, sovuq va issiq tizimni kurashidan iborat ekan. Katta lekin kechikkan mukofot bor. Katta lekin kechikkan yoki kichik lekin darhol olishimiz mumkin bo'lgan mukofot bor. Bu ikkalasini o'rtasidagi doimiy tanlov ichida yashaymiz biz. Katta lekin kechikkan mukofotni tanlay oladigan, bunga o'zini majbur qila oladigan, chunki bu bir kuch talab qiladigan. Shunday odamlarda peshona ishlab turgan bo'ladi. Boya aytganimizdek, har kuni sajdaga tegib turgandan keyin istaydigan narsasi nimaligi ma'lum uni. Katta narsani istaydi, u jannatni istaydi ya'ni. Lekin u qachon? Kechikkan, keyin keladi. Hozir emas uning nimasi. Shuning uchun bizga
va'da qilingan go'zal narsalar bizdan juda uzoqdek tuyuladi. Kurashish mana shu yerda aslida. Katta lekin kechikkan mukofotdan shubhamiz bor yoki bilmadim, chalg'ishimiz bor. Shubha demaydi, chalg'iymiz. Boyagi issiq tizim yaxshi ishlagani uchun bizda hislar, hayajonlar, istaklar, bilmadim, vasvasalar bular kuchli bo'lgani uchun bizni o'sha sovuq tizimdan, peshonani ishlash qismidan sug'urib oladi. Bu nimani ko'rsatadi? Bu shuni ko'rsatadiki, inson uzoq muddatli maqsadni yodda tutib, xohishlarni jilovlaganda hokimiyatni sovuq tizim qo'lga oladi. Nima qilganda uzoq muddatli maqsadini yodda tutib, esidan chiqarmay, doim yodda turib, o'zini eslashga majbur qilib, qolgan, ya'ni chalg'ituvchi xohishlarni jilovlaganda sovuq qism hokimiyatni qo'lga oladi. Hokimiyatni qo'lga oladi degani bu shunchaki nima deydi? Nazorat ishonchli qo'llarda. Ijtimoiy nuqtalariga ham qarashimiz kerak. Nimalar ta'sir qiladi? Bizni yashayotgan muhitimiz, tarbiya olganimiz tarbiya, bizning atrofimizdagi odamlar, bizga o'rnak bo'layotgan omillar, odamlar bu juda katta ahamiyatga ega. Ikkinchidan, bizni tengdoshlarimiz yoki bilmadim, jamiyatning ta'siri bor. Bugun mana ijtimoiy nima deydi, iste'molchi jamiyatning boyagi qisqa muddatli lazzatni targ'ib qilishi bizga ko'p ziyon beradi. Buni peer bosim deydi, ya'ni atrofdagilarning bosimi. Bu ham juda muhim. Masalan, atrofimizda hamkasblarimiz, do'stlarimiz, ular bilmadim biror bir zararli yoki salbiy odatlarga ega bo'lsa, masalan, bilmadim, ishlamasdan taralla bedod qilib yurish ularga ma'qul bo'lsa, biz ham ularning ichida ekanmiz, biz ham o'z-o'zidan taralla bedod qilishni istab qolamiz, o'zimiz bilmaganimiz holda. Endi bu ijtimoiy omillar faqat salbiy ta'sir qilmaydi, ular ijobiy ham ta'sir qiladi. Bunga misol qilib, masalan, bizni klubimizni nazarda tutishimiz mumkin. Biz u yerda taralla bedod haqida gaplashmaymiz. Oldi qochdi narsalar emas. Bu muhit bizga ijobiy ta'sir qilishi uchun bormiz. Maqsadimiz shu, maqsadimiz o'sha sovuq tizimni hukmronligi uchun yordam berish. Bu siz tomoningizdan sizni o'rab turgan muhitni ongli ravishda nazorat qilayotganingizni bildiradi. O'zingizni o'zingiz boshqarayotganingizga bitta misol bu. Do'stlaringiz bo'lsa, sizni qo'llab-quvvatlaydigan, sizni tushunadigan odamlar bo'lsa, bu boyagi havaslarni, havaslarni jilovlashni osonlashtiradi. Birgalikda qanaqadir maqsadlar qo'yadi insonlar. Mas'uliyatni, erishgan yutuqlarini yoki taqdirlashni o'rganadi. Qanaqadir strategik bir rejalar tuzadi. Ya'ni sabotli bo'ladi, bir so'z bilan aytganda, yoki sabotli bo'lishga bir-birini undaydi. Ya'ni bundan nima qilamiz? Bu demak havasni jilovlash bu faqat bir shaxsga, mengagina tegishli ish emas ekan. Ya'ni individual irodani ishi emas ekan, ijtimoiy, iqlimiy sharoitni mahsuli ham ekan. Faqat men istasam bo'lmas ekan bu. Men tanlagan odamlar, men tanlagan davralar ham katta ahamiyatga ega ekan. Normalar jamiyatdagi, qadriyatlar, qo'llab-quvvatlash tizimlari bizni o'zimizni qanday tutishimizda ularni nimasi bor ekan, katta o'rni bor ekan. Hozirgi aytganlarimizdan xulosa qilib aytsak, bu bir tarbiya jarayoni bo'lib chiqyapti. Usullar bormi bu tarbiya jarayonida? Pedagoglar bormi buni yo'l yo'rg'ini ko'rsatgan? Qanaqadir bir strategiyalar ishlab chiqilganmi? Ular haqida gaplashamiz. Endi birinchisi, buni biz vasvasa dedik. Vasvasadan biz vasvasa ustiga vasvasa qilishni istamaymiz. Bizni vasvasa bo'layotganimizni, ya'ni unday holatga tushishimizni anglashimiz bilan qiladigan ishimiz undan qochish, to'g'rimi? Hammamiz shunday qilamiz. Bu qanday bo'ladi? Birinchi muhitni boshqarish orqali bo'ladi. Ko'z ko'rmasa, ko'ngil xohlamaydi degan naql bor, to'g'rimi? Bu bejizga emas bu narsalar. Xalq bilib aytadi. Hatto tadqiqotlar ham ko'rsatilgan. Agar inson o'zi uchun qiyin bo'lgan
o'sha bir vasvasali bir vaziyatlardan yiroq bo'lishni istasa, yiroq bo'lsa, ya'ni yiroq tutolsa o'zini, u o'zini irodasini kamroq sarflaydi. Irodani tejash haqida gap ketyapti bu yerda. Biz istab vasvasa holatiga tushmaymiz-ku. Biz sezmagan holda tushamiz. U bizga sezdirmay uyg'onadi. Shuning uchun u bizni chegaradan chiqaradi. Bizni normal holatimizni buzadi vasvasa. Agar biz bunday holatlardan muhitni o'zgartirish orqali, bizni vasvasaga soladigan muhitni, holatni o'zgartirish orqali biz nimani maqsad qilamiz? Xohi-havasni jilovlashni emas, u keyingi masala. Biz irodani tejashni. Nega? Chunki xohi-havasni jilovlashni asosiy yoqilg'isi iroda bo'ladi. Biz irodani hammasini u bilan kurashga sarflamasligimiz kerak. Qanday qilib tejaymiz? Asrab qolamiz. Agar deylik biror narsani qattiq xohlab o'zim tutolmay qolayotgan bo'lsam, diqqatimni boshqa tomonga burishni tavsiya qiladi. Masalan, uydagi keraksiz ishlarni bajarishga o'xshagan, bilmadim, sayrga chiqishga o'xshagan yoki biror do'stingizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bularning hammasi fikrni boshqa tomonga buradi. Demak, irodani tejashni usullaridan biri vasvasa holatida o'zimizni chalg'itish ekan. Buni tavsiya qilishadi o'qituvchilar, bu sohani ustalari. Ikkinchisi deydi, oldindan reja tuzish kerak deydi. Masalan, mana shunaqa holatlar bilan yuzlashganda, vasvasa holatida, vasvasa nimadan dedik? Xohi-havasdan dedik. O'shanday paytlarda bir shoshilinch qaror qabul qiladi insonlar. Shoshilinch qaror har doim, ko'pchilik holatlarda xato bo'ladi. Buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Avvaldan reja tuzish kerak. Qanday bo'ladi? Agar nimadir bo'lsa, men mana buni qilaman tarzda aniq reja tuzish kerak bo'ladi. Agar mana bunday bo'lsa, men buni qilaman. Oldindan o'ylab qo'yilgan harakat rejasi irodani sustlashtiradigan vaziyatlarda odamga yordam beradi. Masalan, agar biror narsadan chalg'iganimni sezsam, deb shunday reja qilishimiz mumkin. Agar men mana shu ishni qilayotganimda undan chalg'iganimni, kitob o'qiyotganda deylik, chalg'iganimni sezib qolsam, darhol 5 daqiqa deyman, tasavvur qilishlar uchun aytyapman, 5 daqiqa ko'zimni yumib dam olaman va yana ishga qaytaman. Endi har doim kitob o'qiyotganimda chalg'iganimni o'zim juda yaxshi sezaman. Oldindan reja qildim nima deb? 5 daqiqa ko'zimni yumib turaman deb reja qildim. Va bunga tayyor turibman. Irodamni sarflamayman bunga. Meni qiladigan ishim aniq. Uning uchun alohida vasvasaga tushib vaziyatdan qanday qutulish chorasini izlashim shart emas. Men choralarni oldindan rejalab qo'yganman. Buni ilmda nima deydi? Ijro niyatlari deydi. Tarjimasi shunaqa bo'lsa kerak, ijro niyatlar. Ya'ni bir narsani ijro qilishni oldindan niyatda to'g'rilab qo'yasiz. Unday bo'lsa buni qilaman. Bu ajoyib ishga yaraydigan, ajoyib bizga yordam beradigan nima. Faqat uni yodda saqlash masalasi. Unutmaslik kerak bo'ladi. Uning uchun diqqatli bo'lish kerak bo'ladi. Boshqa bir yo'li yo'q. Agar ana shunday oldindan deylik biri menga jahl qilsa, har doim menga jahl qilgan odamga nisbatan meni munosabatim bunday bo'ladi. Biri menga yolg'on gapirsa, yolg'on gapiruvchiga nisbatan bunday bo'ladi. Biri men istamagan narsaga taklif qilsa, unga nisbatan javobim bunday bo'ladi deb oldindan nimani ijro qilishimizni niyat qilib qo'ygan bo'lsak, u o'sha vaziyatga kelganda avtomatik ravishda ishga tushadi. Keyin yana o'z-o'zini boshqarish mashqlari deydi. Boya iroda mushak singari dedik-ku. Uni kuchaytirish mumkin dedik-ku. Muntazam mashq qildirish lozimligi aytishadi. Bu degani o'sha hayotingizda mayda-chuyda bo'lsa ham o'zingizga bir qanaqadir, bilmadim, cheklovlar, bilmadim, o'zingizdan intizom talab qilasiz. Masalan, har kuni deysiz, 10 daqiqa bilmadim, badan tarbiya bilan shug'ullanaman, keyin bilmadim, 10 dan keyin har doim telefonimni o'chirib qo'yaman yoki bilmadim, har kuni 30 sahifa
yoki 40 sahifa, 20 sahifa qanchaga qurbim yetsa shuncha kitob o'qiyman, tongda turib yuraman kabi. Avval boshida bularni hammasi, men endi bu misollar juda hammaga tanish bo'lgani uchun bu misollarni keltiryapman. Buni o'zi juda hayotimiz davomida yashab kelyapmiz. Shuni o'zi qanchalik qiyin. Shuni o'zini qila olmaymiz, lekin muntazamlik bo'lsa, muntazam ravishda boyagi nazorat tizimi ishlab tursa, bu bora nima bo'ladi? Bizni irodamizni mustahkamlanishiga sabab bo'ladi. Boya aytgandek, har duch kelganimiz agar boyagi nima bo'lmasa, ijro niyatimiz aniq bo'lmasa, har doim bir muammo bilan duch kelganda har xil kurashaveramiz. Agar oldindan strategiyamiz aniq bo'lsa, unga endi biz iroda sarflaymiz. Zotan ma'lum unaqa holatda nima qilishimiz. Endi hamma har narsani bir paytda boshlayman deydi. Masalan, xoy-havas bilan, bilmadim, irodani tarbiyasi bilan bu nimada, ya'ni bunday jiddiy jahd qilgan odamlar hammasini birdan qilaman deydi. Ozginadan keyin charchaydi. Zotan irodasi hali tarbiyalanmagan, irodasi kuchsiz, 2 kunga bormaydi, 3 kunga bormaydi, darhol yiqiladi. O'shaning uchun bu yerda aytishadiki ustalar, bitta maqsad, bitta odat deydi. Bitta maqsad, bitta odat tamoyili. Bunga amal qilasiz deydi. Bitta odatingizni o'zgartirasiz. Masalan, bilmadim, kech yotmaslik, ertaroq uxlash deylik. Masalan, men yillar davomida buni qila olmadim masalan. Buni odatga aylantiraman, boshqasini tinch qo'yib turaman. Buni o'zlashtirib bo'lganimdan keyin buni amalga oshirsam, keyingisiga keyin o'taman. Bo'lmasa meni irodamni zotan ma'lum nimaga yetishi, bitta buni ham qilaman, uni ham qilaman deb hamma yangilikni birdan kiritsam o'zimni tarbiyalash uchun 1 kunga ham bormaydi, 2 kunga ham bormaydi. Bitta maqsad, bitta odat. Ya'ni bitta odatni tuzatishga maqsad qilasiz. Tuzatib bo'ldingizmi? Keyingi odatga o'tasiz, keyingisiga o'tasiz. Bitta yiqitasiz. Xuddi daraxtni bitta kesgandek kesasiz. Hammasini bir paytda kesib bo'lmaydi daraxt. Va bu yerda ham tavsiya qilingan narsa, yana boya aytganimizdek, odatlarni shakllantirish haqida gaplashdik. Muhitni moslashtirish, ya'ni shunday ilmiy tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Yangi odatni shakllantirish deydi 2 oy. Faqat bittasini qilganingizda 2 oy, deyarli 60 kunda u sizni normal holatingizga aylanadi. 10 kunda emas, 20 kunda emas. Buni men o'ylab topib aytmayapman. Bunday tadqiqotlar o'tkazilgan. Bir odam bir narsa deylik, kitob o'qishga o'zini odatlantirmoqchi bo'lsa, har kuni deylik 30 sahifadan o'qiganda va bu kunlar 60 ga yetganda, keyin u kitobni o'qimasa tura olmaydigan bo'lib qoladi. Endi u avtomatlashadi. Keyin boshqasiga o'tadi. Agar shuni yoniga yana bitta qo'ysa, kitob o'qishga odatlanish 1 yilga ham cho'zilib ketishi mumkin. Va men katta ehtimol bilan bu amalga oshmaydi deb o'ylayman. Mana shuni bitta qilganda ortiqcha ichki kurash kelib chiqmaydi-da. Ortiqcha normal holatda sodir bo'ladi. Keyin maqsadlarni eslatib turish ham bor. Men buni yaxshi ishlataman hayotimda. Masalan, bir narsalarga qarshi kurashda ichki bir nima bo'ladi, istak, ichki motivatsiya deb qo'yamiz, yetishmaydi. O'shanda paytda nima uchun o'zimizga aytishimiz kerak-da, nima uchun bu narsadan tiyilishim kerak men degan savolga javobimiz aniq bo'lishi kerak. Nima uchun men bundan tiyilishim kerak? Dardim nima? Bu savolni tez-tez berib turishim kerak va aniq javobim topilgan bo'lishi kerak. Masalan, misol uchun iroda so'yganda o'zingizni salbiy odatlar bilan qo'rqitish ham sizga yordam beradi. Masalan, shu paytgacha erishgan bir foydalaringiz bor. Buni nima deydi? İçimizde ijobiy motivator deydi. Biz erishgan narsalardan keladi bu ijobiy motivator va erishmagan narsalarimizdan keladi salbiy motivator. Bu ikkalasini kontrol qila olish, tushuna olish to'g'rirog'i bizni o'zimizni tutib yurishimizga yordam beradi.
Ya'ni bir ziyondan o'zimizni qo'rqitish haqida gap ketyapti. Salbiy motivatordan foydalanib o'zimizni durust ushlab turish haqida gap ketyapti. Endi stress va charchoq. Bu ikkalasi xoy-havasni jilovlash borasida kurashayotgan odamning eng ashaddiy dushmani. Stress bilan charchoq. Chunki charchagan miyani issiq tizim osonlik bilan egallaydi. Shuning uchun imkon boricha stressga tushmaslik kerak va charchoq holatda yashamaslik kerak inson. O'zini tetik holatga olib keladigan yo'llar, yo'riqlardan boxabar bo'lish kerak. Mana bugun ko'p narsalar haqida gaplashdik aslida. To'playdigan bo'lsam, hammasida turli narsalarda tuyulishi mumkin. Ularni birlashtirib turadigan g'oya bitta. Xoy-havasni, u istaklarni, u bizni vasvasaga soladigan, u irodamizni kemiradigan narsalarni jilovlash mumkinmi? Mumkin. Lozimmi? Lozim. Buning uchun nima kerak? Ongli reja kerak. Kichik o'zgarishlarga ehtiyojimiz bor. Vaqti bilan o'zimizni tanbehlab turishga ehtiyojimiz bor. Muhitga diqqat qilishimiz shart va albatta boshqalarning yordamiga ehtiyojimiz bor. Yonimizdagilarning yordamiga ehtiyojimiz bor. Bir hikoya aytib bermoqchiman, xulosa nimasida, o'rnida. Imom Malikni yaxshi bilasizlar. Imom Malik va Yahyo haqida bir rivoyat bor. Bilasiz, Imom Malik har hafta Madinadagi Masjid-i Nabaviyda hadisdan darslar o'tgan. Maliki mazhabining buyuk imomi Malik ibn Anas. U kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'sha qabrlariga bir yaqin joyda dars berar ekan. Va u kishining atrofida dunyoning hamma joyidan kelgan, turli burchaklaridan kelgan ilm talabidagi o'sha yerdagi mahalliy aholidan bo'lgan ilm talabidagi odamlar ham to'planib u hadislarni, ya'ni ilm majlislarini eshitar ekan. Kunlardan bir kuni darsda avj bir nuqtasida tashqaridan bir shovqin eshitilibdi va u shovqinda shu gap eshitilyapti. Madina shahriga katta fil keldi degan bir nima deydi, anons, e'lon bo'lyapti. Madinaliklar fil haqida eshitgan. Hatto o'sha fil surasi haqida ham bilishadi, ammo o'z ko'zlari bilan fil ko'rmagan. E'lonni eshitgandan keyin boyagi Madinaga fil keldi, katta fil keldi, ulkan fil keldi degan e'lonni eshitgandan keyin 5ta bo'lib, 10ta bo'lib, 20ta bo'lib darsni tashlab filni ko'rish uchun hammalari tashqariga chiqib ketishadi. Faqat bittagina talaba qoladi. Imom Malik u talabadan so'raydi. Aytadilarki, "Sening isming nima o'g'lim?" deganda, "Yahyo" deb javob beradi u kishi. "Sen deydi avval filni ko'rganmisan?" deydi. "Yo'q" deydi, "ko'rmaganman" deydi. "Unday bo'lsa nega sen ham filni ko'rgani bormayapsan?" deganda, shunda Yahyo javob beradilarki, "Ustozim" deydi, "Men uzoq Andalusdan, Kordovadan keldim. Sizni huzuringizga shuning uchun keldimki, hadis ilmiga oshno bo'lmoqchiman, uni o'rganmoqchiman. Shuning uchun keldim. Sizdan ilm olish uchun safar qildim. Filni tomosha qilish uchun safar qilmadim." Bu so'zlardan Imom Malik juda ta'sirlanib ketib, u yigitni duo qiladilar. Alloh ilmingni va martabangni ziyoda qilsin deb duo qiladilar. Vaqt o'tadi va Yahyo, o'sha mashhur Yahyo ibn Al-Laysi bo'lib yetishadilar. O'sha mashhur olim. U kishi haqida o'sha Imom Malikning Muvatta asarini keyingi avlodlarga eng ishonchli nusxada yetkazgan shogirdlari bo'lib yetishadilar. U kishini Aqlul Andalus, ya'ni Andalusning eng aqlli kishisi degan mashhur bir nimasi bor. Shunday unvon bilan Aqlul Andalus deb tilga olishadi. Endi nega bu hikoyani aytyapsiz deb savol bersangiz, bugun atrofimizni o'rab olgan shunaqa ko'p fillar borki, har lahza bizga fil keldi deb e'lonlar berib turishadi.
qo'limizdagi telefonlar orqali har kuni yuzlab fillar keladi bizga. Uning ichida ijtimoiy tarmoqlar bor, boshqa ko'ngilni chalg'itadigan ko'p narsalar bor. Ular, ya'ni bizni fillar o'rab olgan. Mana shularning hammasi bizni o'rab olgan fillar. Ana shu sababdan ham hoyu havasni jilolash bu bir martalik nima emas, bir jilolab oldim bo'ldi, bu yog'iga chopib ketaman degan narsa emas. U fillar bor ekan, u fillar kelib turar ekan, bu bir umrlik vazifadir. Uzluksiz bir jarayondir. Xohish istaklarni ongli ravishda boshqarish hayotni qaytarib olishdir. Fillardan tiyila olishdir. Baxtli bo'lishdir yoki sog'lom bo'lishdir. Muvaffaqiyatli bir hayotni yashash demakdir.